Qadrli do'stlar, siz Subhidam tongi musiqiy dam olish dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz davom etadi. Va bizda ayni damda yana studiyamizda mehmonlarimiz bor. Oxirgi paytda aziz teletomoshabinlarimiz, balki kuzatayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda juda ham yana bir yirik tadbirlardan biri bo'lib o'tyapti. Umuman olganda o'zim yoshligimdan kitobga mehr qo'yganim uchun bu tadbir meni hech qachon befarq qoldirmagan. Doim o'zim qanday bo'lyapti ekan deb kuzatib boryapman. Aynan o'sha tadbirning ichida yashamayapman, lekin vaqt nuqtai nazaridan bora olmagan bo'lsam, endi borishga harakat qilaman. Hali 27-aprelgacha davom etadi bu. Lekin zimdan kuzatib boryapman. O'shanga orziqib ketaman ba'zi paytlar. Boshqa ulgurarkansiz. Bugun mana shu tadbirda faol ishtirok etayotganlar, mana shu tadbirni o'sha tashkillashtirayotgan insonlar bor. Qolaversa tadbirda faxriy mehmon sifatida ishtirok etayotgan insonlarni biz studiyamizga qo'yarda qo'ymay taklif qilganmiz. Keling, endi mezbondan boshlaymiz. Viloyat axborot kutubxona markazi rahbari Hafiza opa Qudratova, assalomu alaykum va bizni aziz mehmonlarimiz Jizzaximizni zamonaviy, endi zamonamizni zamonaviy Zulfiya xonimi desam to'g'ri bo'ladi. Elimiz ardoqli adiba Nural akani turmush o'rtoqlari, hammamiz sevgan yozuvchi shoira Shahodat Isaxonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ham xush ko'rdik va albatta san'atga oshufta inson. Bu insonni ko'p o'zim ham o'sha teleekranlar orqali ijrolarini ko'rib mahliyo bo'lganman. Viloyat uzr so'rayman. Bekobod shahar Metallurg madaniyat saroyi Durdona maqom ansamblining badiiy rahbari Ra'nopa Hamidova. Ra'nopa, sizni ham Jizzaxda xush ko'rdik. Xo'p, endi shu tadbir boshlanganiga mana bir kun bo'ldi. Kecha ochilish marosimi bo'lgan. Bir kun bo'ldi. Endi xudo xolisa 27-aprelgacha davom etar ekan. Siz mezbon sifatida qanaqa tashkillashtirilyapti va mehmonlar qanaqa kutib olinyapti va ilk taassurotlar haqida bir. Avvalambor assalomu alaykum. Hammangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz kutubxonachilar uchun mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratilib, kitobxonlik, kitob mutolaasiga, o'sha yoshlarni kitobga o'qitishga qaratilgan bir qancha qarorlari chiqdi. Mana shu qarorlar ijrosi mana yilma-yil o'z tasdig'ini, isbotini topib bormoqda. Mana shu kitobxonlik haftaligi 2020-2025-yillarga mo'ljallangan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 781-sonli qaror ijrosi asosida edi. Mana bu yil 5 yil bo'libdi shu kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, kitob mutolaasiga e'tibor qaratish uchun chiqarilgan qaror kitobxonlik haftaligi. Kitobxonlik haftaligida bu yil mana bitta loyihani yakunlayapmiz. Yaqinda kechagina bizdan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan bo'lib o'tgan mana shu tadbir yuzasidan bo'lib o'tgan yig'ilishda 2026-2030-yilga mo'ljallangan mana shu loyihaning davomi sifatida yana qanday loyihalarni amalga oshiramiz, shu haqida ham to'xtalib o'tdik. Bu haftalik jarayonida biz viloyat bo'ylab mana shu il tanigan, ilda ardog'da bo'lgan san'atkorlarimizni, yozuvchi, shoirlarimizni nafaqat nimadagi mana shu mahalliy ijodkorlarimizni ham, viloyatda qalam tebratayotgan ijodkorlarimizni ham xalq bilan muloqotga olib kiramiz. Kitobxonlar bilan uchrashuvlarni, ijodiy uchrashuvlarni o'tkazamiz. Mana shu asarlari asosida tayyorlangan bir teatrlashtirilgan kompozitsiyalarni qo'yamiz. Chunki kitobxonga kitobning mazmun mohiyatini yetkazib berishda vaqt soatda mana shunaqa holat ham kerak bo'ladiki, teatrlashtirilgan holatda parchalar, aktyorlarning o'sha asarlardan obrazlarni yaratib bergan holatlari ham kerak bo'ladi. Mana bugungi mana shu bir haftalik tadbirimizda ham mana kecha ochilish tantanalari musiqal drama teatrimizda bo'lib o'tdi. Undan keyin Zulfiya ijod maktabida tadbirlarimiz bo'lib o'tdi, ijodiy uchrashuvlar. Mana bugun hozir Paxtakor tumanidagi harbiy qismda rejalashtirganmiz. Zarbdor tumanida bugun ham davom etadi. Bugun ham har kuni tumanlarda ham endi davom etadi. To 27-aprelgacha bu tadbirimizda barcha tumanlardagi kitobxonlarimiz bilan ijodiy uchrashuvlarni mana yozuvchilarimiz, shoirlarimiz bilan davom ettiramiz. Xo'p. Endi aziz teletomoshabinlar, kimdir yuqorida so'zlarimga ahamiyat berdi, kimdir ahamiyat bermadi. Lekin men alohida aytib o'tmoqchiman, Jizzaximizni kelini. Bunga alohida urg'u beraman. Chunki Zulfiya xonim ham Jizzaxning kelini bo'lgan. Jizzaximizning kelini Shahodat opamiz
mana bugun aziz mehmon Jizzaxda xush ko'rdik. Endi garchi siz ko'p kelgan bo'lsangiz ham, bu safar endi mana shunday bir O'zbekiston kitobxonlar yurti tadbiri bahonasida kelgansiz. Taassurotlar qanday bo'lyapti? Rahmat. Jizzaxga albatta ko'p kelamiz. Jizzax azaldan ham bizni eng sevimli shaharlarimizdan biri hisoblanadi. Qadimdan ham men o'zi tarixga qiziqqanim uchun hamma o'sha respublikamizdagi deyarli hamma shaharlar haqida ma'lumotga egaman. O'sha uchun Jizzax haqida ham nihoyatda bir tarixi uzun, tarixi qadim o'sha nimalarga mavzelarga borib taqaladigan shahar sifatida va Jizzax juda katta ilm ahliga nima bo'lgan, vatan bo'lgan bir shahar sifatida qadrlayman. Kecha ham haqiqatan mana shu haftalik bahonasida kecha ham keldik, teatrda juda chiroyli tadbir bo'lib o'tdi va odamlarning ishtiyoqini ko'rib, odamlarning qiziqishini ko'rib, men o'yladim, masalan, bu faqat kitobxonlik haftaligi emas, ilm haftaligi deb o'yladim. O'sha yuksalish haftaligi deb o'yladim. Chunki saodatni kaliti ilm deyilganda Abdulla Avloniyning nima so'zlari, umuman donishmandlarimizning hammasida kitob haqida bir so'z bor ediki, bu narsadan ma'lum kitob hayotimizni eng bosh mezoni. Mana o'sha uchun ham bizni hurmatli yurtboshimiz kitobni, kitob mutolaasini, tafakkurni, aqlni o'sha siyosat darajasigacha ko'tardilarki, bu elni ham, yurtni ham, umuman hamma narsani rivojiga faqat ilm sababchi bo'ladi. Mana masalan men tarixiy kitoblar yozganman. Tarixiy kitoblarimda 4 romanim nimaga chiqdi, nashrdan chiqdi. O'sha birinchisi o'sha Xorazm shohlar haqidagi romanim edi. Ikkinchisi mana Bibi xonim nima deyam, nima Turon malikalari siklidan berilyapti. Sulton Jaloliddin Manguberdi birinchi romanim edi. Ikkinchi romanim mana Bibi xonim. Uchinchisi Nodira Davron, bugun olib kela olmadim, lekin sovg'a sifatida olib keldim, kecha nimaga taqdim qildim. Va to'rtinchisi o'sha Ulug'bek Mirzoni volidai muhtaramalari Gavharshod begim haqidagi romanim. Bilasizmi, ana shu to'rtala romanda ham ilmni qanchalik qadrli ekanligi va ilm insoniyatni o'sha yuksaklarga ko'taradigan bir manba ekanligini ta'kidlab o'tilganda, chunki o'sha manbalarni varaqlaganimda, o'qib o'rganganimda bizni nima ota bobolarimiz ilmni juda qadrlaganligini haligi hamma sohada e'tirof etib o'tganlar. Masalan, oddiy nimaga borganimizda biz chet ellarga ko'p chiqamizda, chet ellarga borganimizda Zamaxshariy hazratlarini avlodlari deb bizga juda katta yuksak ehtirom ko'rsatganlarda, bilasiz, masalan, arab tili nihoyatda qiyin til. Lekin bizni o'sha yurtdoshimiz Zamaxshariy arab tilini ikkinchi otasi sifatida qadrlanadi. Chunki arab tilini, o'sha lug'atlarini Zamaxshariy nima qilib berganlar. Yana mana masalan aytishim mumkinki, nima Amir Temur hazratlari saltanatni qo'lga olganlarida o'sha ulamolarini, fuzolalarni yig'ib shunday deganlarki, endi mana saltanatga ega bo'ldik, yurtga ega bo'ldik. Bu yurtni biz bu nima saltanat jilovini qanday qilsak ushlab qolishimiz mumkin deganlarida, bilasizlar, manbalardan, kitoblardan o'qigansizlar, Amir Temur hazratlari Qur'oni Karimni ochib, unda o'sha safarga chiqayotgan bo'lsalar ham yo biror nima og'irroq bir nima ish bo'ladigan bo'lsa ham o'sha Qur'oni Karimdan sahifalarni ochib fol deyilmaydi-yu, endi ko'rganlar. O'shanda ulamolar aytadilarki, Hazrat siz o'zingiz ochib bering o'sha Qur'oni Karimni deydilarda. Qur'oni Karimni ochib bersalar, qarasalar,
o'sha birinchi sahifa iqra so'zi keladi. Undan keyin aytadilarki, munajjimlarga aytadilar. Sizlarning fikrlaring qanaqa? O'shanda nimalar munajjimlar aytishadiki, biz yulduzlarning joylashishiga qarab, yulduzlarning haligi chiqishiga qarab bildikki deydilar, sizni butun avlod ajdodlaringizgacha siz saltanatingizni hech kim qo'lingizdan ola olmaydi. Lekin bitta narsa bor. U narsa o'sha saltanatni haligi parchalashi mumkin deganda nima deganlarida aytadilarki, bu savodsizlik. Bilasizmi, o'sha uchun ham masalan savodsizlik bor joyda hamma narsa yo'q bo'ladi-da. Shundan keyin nima masalan Amir Temur hazratlari qayerga borsalar, bilasiz, olimlarni, fuzolalarni yiqqanlar va nima kitob olib kelganlar. O'sha uchun men masalan bizda keyingi vaqtlarda nima savodxonlik ancha pasayib ketganligini va ba'zan chet ellarga ketayotgan bolalarimizni ko'rib ichim achiydi-da. Chunki bilimsizlikdan ketishadi. O'sha qora mehnat qilishga ketishadi-da. Shunda bitta she'r yozdim men Amerikaga borganda. O'sha she'rimni hozir sizlarga o'qib beraman. Zo'r bo'ladi. Vatandoshlarga ayri tushdingmi vatandan? Yo ayri tushdi vatan? Uchdingmi sen yo vatandan? Yo sendan uchdi vatan? Erta bahor bog'lariga yana qaytar turnalar. Evoh, endi qaytmagaydir. Ul xuma qushdir vatan. O'ziga yurtning shamollari to'fon bo'lar, yel bo'lmas. Allalari nag'ma bo'lar, zabon bo'lar, til bo'lmas. Oshnolaring og'a inmas, yobon bo'lar, el bo'lmas. Ko'ksiga solgan jarohat xanjari nishdir vatan. Insonlikning ma'nolari, mezonlari yo'q unda. Yaratganning iymonlari, ehsonlari yo'q unda. Hamjinslikni ravo derlar, nuqsonlari yo'q unda. Ashki daryo, dard dunyo, haji bepushtir vatan. Saltanati, saroylari, hurlari ne dunyoning. Olmoslari, ganjlari ne, durlari ne dunyoning. Sultonlari, shohlari ne, zo'rlari ne dunyoning. Iskandarday so'ng lahzada qo'llari bo'shdir vatan. Bobolaring makonlari senga suyanch tog' bo'lar. Momolaring poyi tekkan yerlar jannat bog' bo'lar. O'zga yurtda shoh esangda sharaf emas dog' bo'lar. Gar tuprog'i ko'zlaringni yummasa tushdir vatan. Avlodlarimiz mana shu yurtimizni egalari bo'lishsin. Judayam yaxshi rahmat. Birga aytishadiki, agar kitob o'qisang, bir telefon o'ynab o'tirgan bolasiga ota-onasi aytayapti, agar kitob o'qisang, yaxshi bo'ladi, yaxshi yasaysan, dam olasan dedi. Farzandi aytadiki, "O shundoq ham dam olib o'tiribman-ku" dedi. Agar sen ko'p kitob o'qisang, ko'p pul topasan deb u farzand tushunadigan tilda gapirishadi-da. Shunday ekan, hozir yoshlar tushunadigan tilda gapirilyapti. Kitob o'qing, avtomobil mining, mana sovrinlar qo'yilyapti, boshqa kitob targ'ibotlari juda ham ko'p. Hech qaysi mamlakatda bunaqa kitob o'qish jumlasidan rag'bat. Xo'p, endi mana madaniyatchilarimizni ishtiroklari qanday bo'lyapti bu tadbirda? Ra'no opa, siz ham xush ko'rdik. Ochig'i endi o'sha o'zbek qo'shiqchilik san'atini eng o'sha tomiri bo'lgan maqom san'ati, mana deganda o'zbek milliy mumtoz qo'shiqlarni hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Sizdan ham masalan borgan davralaringizda Ra'no opa sizdan ham bir ozroq eshitaylik degan so'zlar bo'layotgandir. Oldin taassurotlardan bahobar bo'laylik. Tadbirlar juda ham chiroyli o'tyapti. Mana kitob bayram tadbirlari. Shoirlar, shoiralar mana hammalari she'rlarini aytishib juda ham chiroyli bo'lyapti tadbirlar.
yoshlarimiz ham yaxshi qabul qilishib. Demak, taassurotlaringiz yaxshi. Ha, bayramlar bilan tabriklayman. Rahmat. Sizga bayram muborak bo'lsin. Endi nima deydi? Har bir inson o'z sohasidan kelib chiqqan holatda bir To'g'ri. yondoshamiz mehmonlarimizga. O'shaning uchun mana yurtdoshlarimiz uchun ham biz ko'p sonli o'sha Jizzax televideniyasini tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun ham endi Toshkentdan, Bekoboddan tashrif buyurgan mehmon sifatida, madaniyat xodimi sifatida, shu mana shu ansamblning badiiy rahbari sifatida endi ajoyib bir ijro tinglasak yaxshi bo'lardi. Navoiy g'azali bilan Ushshoq degan mumtoz qo'shiq aytib beraman. Jonli ovozda-da. Kechadan beri jonli ovozda ijro etyaptilar. Bu ham juda katta mahorat. Albatta, jonli ijroga baribir hech nima teng kela olmaydi deyishadi. Shunday. Qaro ko'zim kelumardim, qaro ko'zim kelumardim, lig'imdiye fan qilg'il, ko'zim qarosida mardim, kabi vatan qilg'il yoray, yuzing guliga ko'ngil ravzasin yasab gulshan, qading naholg'a jon rish tasin rasan qilg'ili, ododay takovvaringga bag'ir qovnidiyen hino bog'la, itingga g'amzada jon rish tasin rasan qilg'ili, oy ododay. Rahmat. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Mazza qildik ochiqni aytsak. O'zi san'at vakillari shunaqa bo'lishsa kerak, kam gap bo'lishadi-yu, lekin o'sha mahoratlarni, bor mahoratlarni ijrolarida ko'rsatib berishadi. Katta rahmat ijro uchun. O'sha siz ko'rayotgan hozirgi o'sha uchrashuvlar, aynan shu tadbir doirasidagi nima deydi, o'sha kitobxonlar bilan bo'layotgan uchrashuvlarda menimcha tomoshabinlar ham maza qilayotgan bo'lsa kerak. Hozir mana bizni ekran orqali tomosha qilayotganlar ham maza qilishdi. Qani edi biz vaqtimiz cheklanmasa 2 soat sizlarni olib qolib mana shu yerda maza qilib suhbatlarni davom ettirsak degan. Kecha ham juda xursand bo'lishdi. Mana el sevgan, elda ardog'ida kitoblarni hamma o'qigan Shahodat opamni, lekin ko'rishgan tog'ida. Yoshlar bilan uchrashdilar, juda xursandlar. Ra'no opamda ham qo'shiqlarni biz juda ko'p eshitganmiz, radio orqali, televideniya orqali, lekin o'zlari mana shu o'tirgan holatlarida jonli ijro qilib berdilar. Hamma bahramand, hamma juda ham xursand bo'lib, hech kim qo'yib yuborgisi kelmaydi. Yoshlar hammasi yana eshitaylik, yana suhbat quraylik degan nimada o'tiradi. Ra'no opa ilgari ham kelganmiz Jizzaxga? Yo'q. Bu birinchisi. Yashang. Hali ko'p bora kelasiz. Endi sizni mana muxlislaringiz holjoningizga qo'ymaydi, kelib turing deb. Chiroyli shahar ekan. Havolari ham toza. Taassurotlari yaxshi. Hali tog' yonborilarga bormadingiz? Endi. Hali 27-aprelgacha yanada yaxshi taassurotda bo'lasiz. Yana bitta narsani nima aytmoqchi edim. Mana kitobxonlarga mukofotlar berilyapti, hatto mashinalargacha berilyapti. Bu juda yaxshi. Men masalan o'sha nimaga Misrga borganimda
Zamaxshariyni o'rganish jarayonida bildimki, o'sha Zamaxshariy yozgan kitobni endi chunki arab tili qiyin bo'lgan-ku, Zamaxshariy osonroq qilib yozganlarda, lekin shunda ham o'sha Shomni hukmdori Amr Muso 6000 kumush dinordan mukofot qo'ygan ekanlar. Agar kimki mana o'sha lug'atni yodlab, o'sha oson nimani yodlab kelsa, o'sha talabaga 6000 dinor, endi 6000 dinor o'sha paytda nihoyatda qimmat hisoblangan ekanda va juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishilgan ekan. Men aytamanki, ana shu mukofotlar ham, nimalar ham mayli, qanaqadir bir jihatdan bizga foyda keltiradi-da, bolalarimizga foyda keltiradi. Shu ma'noda qo'llab-quvvatlayman-da ana shunday tadbirlarni ham. Shunday bo'lishi kerak. Bolalarni qanaqadir ko'nikma, nimadandir bo'lsa ham o'sha savodsizlikdan qochirish uchun harakat qilish kerak-da. Biz harakat qilishimiz kerak. Hozir menimcha o'sha kitobxonlikka o'sha endi o'rta yoshliklar, masalan, siz tengqurlaringiz kitobni sevishlari bor gap, lekin hozirgi paytda texnika asrida bolalarni kitobga jalb qilish ikki hissa mehnat talab qiladi. Chunki mana bundan bolani ayirib kitobga mehrni uyg'otish bu haqiqiy ma'noda hozirgi paytda qahramonlik desak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun menimcha aynan bizni yurtimizda deb bejizga aytilmadi, o'sha rag'bat beryapti, kitobni sevadigan insonga rag'batlantirilyapti. Yoshlar tilida va bu eng asosiysi sizlarga mazmunli suhbat uchun, foydali ma'lumotlar uchun tashakkur. Yana bir bora viloyatimizga xush kelibsiz. Salomat bo'lingizlar. Tadbirlarda omadlar tilaymiz. Yuqorida aytib o'tildi, kitobxonlik bu juda ham yaxshi, insonni teran fikrlashga undaydi. Kitob bu eng yaxshi hamsuhbat. Ba'zida yaqinlaringizga dardingizni aytasiz, yaqinlaringiz bilan birga suhbatlashasiz, baribir ozroq zerikadi, ensasini qotiradi, lekin agar siz kitob bilan demak suhbatlashsangiz, kitob sizdan hech qachon bezor bo'lmaydi, nari ket demaydi. Shunday ekan, kitob bu eng yaxshi hamsuhbatdir. Yuqorida aytib o'tildi, kuni kecha Jizzax viloyat musiqali drama teatrida ushbu tadbirni ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hozir ushbu ochilish marosimidan tayyorlangan lavha bor. Hozir namoyish qilsak. Albatta, hamkasbimiz Hafiza Abdullayeva ushbu lavhani bizga tayyorlab berganlar. Batafsil tanishish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Darvoqe mehmonlarimiz bugun kun davomida yuqorida aytib o'tishdi, bugun kitobxonlar bilan yana uchrashuv, mana shu tadbir doirasida bir qancha safarlarni amalga oshirishlari kerak. Ularga esa biz ruxsat beramiz va fursatdan foydalanib yana bir bor eslatib o'taman, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shahodat Isaxonovaga alohida rahmat. Albatta olis masofa bosib Bekoboddan tashrif buyurgan bizni mana shunday bir chiroyli ijrolar bilan xushnud qilgan Ra'no opa, Hamid va sizga ham rahmat va albatta o'zimizni mezbonimiz, o'zimizni mana shu doimo kitob bilan mavzu bo'lsa doimo hozir va nozir yetib keladigan Hafiza opa, Qudrat va sizga ham alohida rahmat. Ana endi esa lavhani tomosha qilamiz. Marhamat. Qadrli tomoshabinlar, O'zbekiston Kitobxonlar yurti bu yil 5-marotaba o'tkazilayotgan Respublika Kitobxonlik haftaligi aynan shu shior ostida bo'lib o'tyapti. 21-27 aprel sanalarida o'tkazilishi rejalashtirilgan ushbu Kitobxonlik haftaligi doirasida bir-biridan ajoyib uchrashuvlar, tanlovlar hamda loyihalar bo'lishi ham rejalashtirilgan. Aynan ushbu loyihalarning ahamiyatli tomoni shundaki, bularning barchasida sevimli shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, madaniyat xodimlari faol ishtirok etishadi. Yoshlarimiz ham bu tanlovlarda qatnashib, o'zlarining kitobxonlik madaniyatlarini yanada oshirib borishadi. Haftalikning ochilish marosimi ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Bu yil 5-bor o'tkazilayotgan ushbu haftalik barcha ijodkorlar va kitobxonlarga, soha mutaxassislariga badiiy adabiyot olamiga sayohat qilish va uchrashuvlar orqali fikr almashish imkoniyatini berdi. Tadbirda so'z olganlar ham kitobxonlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, yurtimizda o'tkazilayotgan nufuzli tanlovlar haqida fikr bildirishdi. E'tiborli jihati, ushbu haftalik davomida yozuvchi va shoirlarimiz yangi iqtidorlarni kashf etishini alohida ta'kidlashdi.
umuman mana shu respublikamizda o'tadigan kitobxonlik haftasi haqida gapiradigan bo'lsak, buni tagida ham ijtimoiy, ham siyosiy juda katta mohiyat, ahamiyat turibdi-da. Agar mana har bitta millat yuksalaman desa, u ma'rifatga oshno bo'lishi kerak. Ayniqsa bugungi globallashuv davri hozir umuman odamzoddan, yurtlardan shu ilmni ketidan, ilmni orqasidan quvishni taqozo qilyapti-da. Agar ilmdan ozgina ortda qolib ketsa, shu davlat mutlaqo rivojlanmay qolib ketadi. Chunki bu shunaqangi bir katta poyga bo'lyaptiki, rivojlangan davlat yanada rivojlanib va orqada rivojlanmagan davlat yanada pastda qolib, orada katta bir masofa va paydo bo'lib qolyapti. Buni hammasini tagida aynan ma'rifat va ilm yotibdi. Demak, bugungi kunda davlatning rivoji ham ilm bilan. Qolaversa, mana bizda respublikamiz yangi O'zbekiston haqida gapirdilar. Yangi ma'naviy makon dedilar. Qanaqa u yangi O'zbekiston? U qanaqa yangi ma'naviy makon? U osmondan tushgan emas. U bir yurtniki boshqa yurtga olib kelib qo'ygan emas. Shunchaki ma'naviy jihatdan O'zbekiston o'zgarishi kerak. Yangi bir go'shaga ma'naviy jihatdan yangilanish kerak degan bir buni tagida so'z turibdi. Odamlari o'sha, go'shalari o'sha quyosh, o'sha osmon, o'sha fe'l, o'sha qadriyatlar. Faqat biz ma'naviy jihatdan yangilanishimiz kerak, ma'rifiy jihatdan yangilanishimiz kerak. Qolaversa, 3-renessansni poydevorini qo'yish masalasi ketilyapti. Ikkita buyuk renessansni guvohi bo'lgan bizning xalqimiz. Ikkita buyuk renessansni nafaqat poydevorini qo'ygan. Mana shu renessansni dunyoga aynan bizning ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz taqdim etgan va aytilyaptiki, olmani tagiga olma tushadi. Ikkita buyuk renessansni taqdim etgan xalq 3-renessansni ham taqdim eta oladi va shuning uchun ham aslida bu poydevor azaldan bor, lekin biz bugun bunga zamin yaratyapmiz degan mazmunda ilm va ma'rifat sohasida juda katta islohotlar olib borilyapti. Va mana shu kitobxonlik haftaliklari deymizmi yoki o'sha kitobxonlik tanlovlari deymizmi, bu alohida shaxslar, yoshlar o'rtasida ham, mahallalar, tashkilotlar o'rtasida ham turli tanlovlar deymizmi, hammasi zamirda bilasizmi, aynan mana shu insonni birinchidan, ikkinchidan xalqni va uchinchidan umuman millatni ma'rifat sari, yuksak ma'rifat sari yanada yuksaklikka olib chiqib va mana shu milliy davlatchiligimizni yanada yuksaklikka rivojlantirish zamiri turibdi. Bu bitta kitob o'qib, sahnaga chiqib bitta she'r o'qiydigan bu kichkina gap emas. Har biri faraz qiling bu kichkina uchqun va juda katta alangalar aynan mana shu kichkina uchqundan boshlanadi. Ilohim yurtimiz yuksalaversin. Bizni yoshlarimiz kitob o'qib yuksalib, o'sha ota-bobolaridek nima deydi, mana algebra, aljabra ota-bobomiz nomidan olingani, meditsina Ibn Sino nomidan olingani kabi bugungi kunning dunyo ilmlarini ham o'sha bir zamirini, poydevorini, hattoki nomini ham bizni farzandlarimiz, bizni tengdoshlarimiz, bizni zamondoshlarimiz, eng muhimi bizni vatandoshlarimiz ilohim qo'yib bersin degan bir niyatni bildiramiz. Mazkur tadbir davomida teatr aktyorlari ijrosidagi badiiy chiqishlar ham namoyish etildi. Alisher Navoiy hayoti va faoliyati haqidagi sahna ko'rinishlari barchaga manzur bo'ldi. Aslida u hech narsaga ega bo'lmadi. O'qiyver. Podshohlar o'zlari kelib Iskandarga qul bo'ldilar va bu saodatdan faxrlandilar. Kitob barcha yaratuvchanlik, aql-idrokning, ilm-u donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Sohibqiron Amir Temurning ushbu so'zlari kitoblarning hayotimizdagi ahamiyati qanchalik yuqori ekanligini ham ko'rsatib beradi. Bu yil o'tkazilayotgan kitobxonlik haftaligi ham yoshlarning kitobga bo'lgan mehr-muhabbatini oshirishga xizmat qilishi bilan ham alohida ajralib turadi. Biz ushbu haftalik doirasida o'tkaziladigan tadbirlar borasida sizga ma'lumot berishga harakat qildik va o'ylaymizki, bu tadbirlar, loyihalar sizga ham manzur bo'ldi. Barchangizni ushbu kitobxonlik haftaligida faol ishtirok etishga chorlab qolamiz va ushbu loyihalar sizga unutilmas xotiralarni tuhfa etishiga ham ishonamiz. Demak, ushbu loyihalar sizni kutmoqda. Siz esa ularning barchasida faol ishtirok eting.